Sun'iy stadionlarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, chim ustida mayda rezina bo'laklari sochilgan bo'ladi. Bularning asosiy vazifasi chim ustidagi yumshoqlikni ta'minlab, yiqilib tushganda har xil jiddiy shikastlanishlarni oldini olish hisoblanadi. Mana shu rezina bo'laklari nimadan tayyorlanishini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hozir biz Rubber Gold korxonasidamiz. Bu joyda rezina plitkalar, rezina qoplamalar va sun'iy futbol maydonlari uchun rezina kroshkalar ishlab chiqariladi. Hozir sanab o'tgan mahsulotlarimizning barchasi mana shunday eskirgan avtomobil shinalaridan ishlab chiqariladi. Hozir bu jarayonni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda ushbu apparatimiz yordamida shinalarning himoya qatlami olib tashlanadi. Keyingi bosqichimizda ushbu apparat yordamida lenta holatiga keltirib va mana bu apparat yordamida bo'laklarga bo'lib chiqiladi. Endi bu bo'laklarimiz mana bu drobilka yordamida maydalanib, bir necha bosqichli elaklardan o'tadi. Va oxirgi bosqichimizda rezina qoplamalar uchun asosiy xomashyo bo'ladigan mana shunday kroshkalar paydo bo'ladi. Endi bu kroshkalarimizni sun'iy stadionlarga solib ishlatishimiz mumkin. Agar sizga ham bu mahsulotlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.